Центральный вот инсан, там приложение есть, App Store, Play Market, инсан, скачайте. У кого там виза-карта, можете оплатить, хотите помочь Дагестану, помогите, собирайте деньги, за ваши деньги строить дома, покупать все необходимое. Inson programmasi bor. Mana shu inson приложениесі bor. Приложениені App Store yoki shunga o'xshagan boshqa programmalardan sketchat qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda e'tibor beringlar. Har bitta bemor, har bitta patsient haqida to'liq informatsiya bor. Bilasizlar, agarda bitta insonga yaxshilik qilsangiz, inshaalloh bu sizga qaytadi. Qiyomat kuni, oxirat kuni bitta yaxshiligingiz o'zingizga qaytadi. Давайте. Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston hammalar. Bilasizlarmi? Men sizlarning tilinglarni bilmayman. No, yurak gapirganda, qalb gapirganda, самое главное hamma bir-birini tushunadi. Shuni hech qachon unutmang. Inshaalloh qo'lingizdan kelyaptimi? Все, yordam qilish kerak. Inshaalloh O'zbekiston sizlar bilan yaxshilik izlab va inson davom etadi.